Bugun Andijon viloyatiga kelganmiz. 3.5 Honda ekskavator oldigi. Ekskavatorni ko'sh oldi qismlar vtulka palslari ancha luft ketgan ekan. Vtulkalari joyida o'ynab ketgan ekan. Xudo xolasa mana chiroyli qilib zavodskiy holatda rastoshka qilib beramiz. Mana adapter qismlari naplavka ishlari tugadi. Xo'p, buni qolgan pals vtulkalarini almashtirib beramiz. Tumbasini, rukayotgan joylarini, polni vtulka palsini almashtiramiz. Rastoshka qiladigan joylarni remont qilib, qolgan joylarni qurib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.